Uyg'ur radio televiziyasining qurilish sababi bilan Yevropa Uyg'ur akademiyasining rahbarlaridan rais doktor Abdushukur Abdurashid va muavin rais doktor Muhammad Emin Abbas va Uyg'ur akademiyasining raisi professor doktor Olimjon Inoyat apandilar 3-oyning 15-kundan 17-kunigacha Gollandiyaning Rotterdam shahrida o'tkazilgan Uyg'ur radio televiziyasining ochilish marosimi Uyg'ur axborot va mediasi ilmiy muhokama yig'iniga taklifga binoan qatnashdi va ochilishda tabrik so'z qildi. Yig'inning 2-kundagi tartib bo'yicha professor doktor Olimjon Inoyat bilan doktor Abdushukur Abdurashid yig'in qatnashuvchilari bilan 1 soatlik naq maydon suhbati o'tkazdi. Suhbat jarayonida Uyg'ur akademiyasi va Yevropa sho'basining qurilish sabablari, hozirgacha elib borgan xizmatlari, bundan keyingi xizmat planlari va xalqimizning akademiyadan kutadigan umidi va talabi qatorliq temalarda suhbat olib berildi. Yig'in jarayonida Yevropa Uyg'ur akademiyasining rahbarlari Uyg'ur radio televiziyasining xizmatlariga utuqlarni tilash bilan birga bir qism takliflarni berdi va mumkinchilik yer bergan sharoitda ularning xizmatlariga yaqindan yordamda bo'lganligi va birlikda programma ishlash haqida qaror olindi. Uningdan boshqa yana dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ziyolilar har soat kishilar bilan uchrashib, navbatdagi vaziyat, Uyg'ur akademiyasiga oid taklif fikr va kelgusidagi xizmat planlari haqida fikr almashtirib, ziyolilarning Uyg'ur akademiyasi va Yevropa tarmog'i haqidagi tushunchisini cho'nqurlashtirib, qanday qilganda xalqning Uyg'ur akademiyasiga bo'lgan umidi va ishonchisini oqlab, Uyg'ur akademiyasining rolini to'liq joriy qildirg'ili bo'ladiganligi ustida keng kushada muzokkara olib berildi. Yig'inning oxirgi kuni akademiya rahbarlari boshqa kelgan mehmonlar bilan birlikda navbatdagi zulm tema qilingan Uyg'ur madaniyatimizning javharlari aks ettirilgan Sarlavhalik No'ruz nomli yuqori saviyalik No'ruz faoliyatiga ishtirok qildi. Xitoy kommunistlari Xinjiang Oqtash kitobini e'lon qilib, xalqaroning qayta tarbiyalash lagerlariga bo'lgan tanqidlarga inkos qaytardi. 18 mart Xitoy hukumatı atalmış Xinjiangga aloqador Oqtash kitob e'lon qilib, hukumatning kishilik huquqiga hurmat qiladiganligi va kapolatlik qiladiganligi, qonun bo'yicha terrorizmga qarshi turayotganligini, qonun bo'yicha ta'sis qilingan tarbiyalash markazlarining terrorlik faoliyatlarining oldini olishni maqsad qilganligini bildirdi. Xitoy Govian axborot ishxonasi 18-yil e'lon qilgan Xinjiangning terrorizmga qarshi turishi, asabiyligini tugutish kurishi va kishilik huquq kapolati nomli Oqtash kitobda bildirishicha, Xinjiang rayoni milliy bo'lgunchi kuchlar, diniy asabiy kuchlar, zo'ravon terrorchi kuchlarning cho'nqur ta'siriga uchirgan bo'lib, terrorlik hujum qilish voqealari ko'p yuz bergan. 2014-yildan beri 12995 zo'ravon terrorchini qo'lga olgan, 4858 qatim qonunsiz diniy faoliyatlarni tekshirib chiqqan. Bu 30645 kishiga chetilgan deyilgan. Oqtash kitobda deyilishicha, Xitoy kommunistlari bo'lsa sotsialistik qonun davlati, kishilik huquqqa hurmat qilish va kapolatlik qilish bo'lsa, Xitoy asos qonunining prinsipi Xinjiangning terrorizmga qarshi turish va asabiylikni tugutish xizmatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorizmga zarba berish, asos kishilik huquqni qo'g'dash tub maqsadi va prinsipga uyg'un keladi ekan. Oqtash kitob 7 abzas bilan xalqaro jamiyat diqqat qilib kelgan Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlari haqidagi masalalarga inkos qaytarib, lagerlarning qonun bo'yicha ta'sis qilinganligini bildirgan. Jazo lagerga kirganlar 3 turga bo'linadi ekan. Birinchi, terrorlik faoliyatlarga qatnashishga kuch kiritilganlar, majburlanganlar, eziqtirilganlar va yoki terrorlik faoliyatlar, asabiy faoliyatlarga yenik darajada qatnashib, texi jinoyat o'tkazmagan kishilar. Ikkinchi, reali xatarga ega, texi amaliy ziyon zahmat sodir qilmagan, subyektiv yomon xarakteri cho'nqur emas, gunohiga tövbe qilib o'zgartiradigan, qonun bilan jinoyat jazosini inkor qilishga bo'ladigan, o'zligidan tarbiyalanishni xohlaydigan kishilar. Uchinchi, zo'ravon terrorlik asabiylik sababidan jinoyat o'tkazib jazoga hukm qilingan, jazo muddati to'shib qo'yib berilishdan ilgari yana jamiyatga xavfi bor deb baholanib, xalq sud mahkamasi qonun bilan qo'yib bergandan keyin tarbiyalanishga o'rinlashtirilganligi bildirilgan. Kishilik huquq ko'zatish tashkilotining bayonotida deyilishicha, Xitoy hukumatı ilgari tarbiyalash markazlarini izchil inkor qilib kelgan. 2018-yil yozda ondan bundaq o'rinlarni ta'sis qilganligini e'tirof qilgan. Kishilik huquq ko'zatish tashkilotining bildirishicha, Xitoy hukumatining Xinjiang, ya'ni Sharq Turkiston masalasida
qaytarma hujumiga o'tishi Xitoyning xalqarodagi inovatga qarata jiddiylashayotganligini aks ettirgan bo'lishi mumkinligi, bo'libmi Xitoy hukumatı yo'lga qo'yayotgan bir yo'l bir balvoq turidagi musulmonlar davlatlariga qarata. Aqtashli kitobda yana davlatning qonun tuzumlari bo'yicha ma'rif bilan dinni ayirish yurgizilayotgan bo'lib, maktabdagi kursantlarning maktab ichida diniy faoliyat qilishi tashkillanishi cheklanadi. Xitoy hukumatı Şinjanға aloqador Aqtashli kitobini e'lon qilishdan ilgari Amerikaning New York vaqti gazeti 17 mart yakshanba kuni bosh maqola e'lon qilib, Xitoyning Şinjangda ochgan qayta tarbiyalash lagerlari bo'lsa, shafqatsiz yotoqliq maktab deb atagan. Bosh maqolada deyilishicha, Xitoy kommunistlarining qayta tarbiyalash markazlari kishilik huquqqa qilingan og'ir tajovuzchilik ekan. Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi, faoliyatchi Turdig'o'ja 16 mart kuni Al Jazeera televiziya kanalining to'g'rida maqola e'lon qilib, otaqliq naqshchi Abdurahim Hetning masalasi Uyg'ur harakatining burilish nuqtasi bo'lib qolganligini bildirgan. Uning ilgari surishicha, yillardan beri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yoki Uyg'urlarning Xitoyni javobgarlikka tortish haqidagi doklad va guvohliklari, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yaqinqi dokladimi unumga erishamagan. Bularga qarta Xitoy hukumatı bir qadammi orqaga chekinib boqmagan yoki millionlagan insonning hayotini xarob qilibmi, hech qanday vijdon azobi tortib boqmagan. Turdig'o'ja Uyg'ur kurishining oldingi sepidan o'rin olgan turmadagi xalq naqshchisi sarlavalik maqolasida Abdurahim Hetning o'tgan yilda e'lon qilingan videosi yuqorqi vaziyatning burilish nuqtasiga aylanganligini bildirgan. O'tgan oyda Turkiya ijtimoiy taratqularida Abdurahim Hetning turmada o'lganligiga doir uchurlar tarqalgan. Orqadinlar Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini qattiq tanqid qilgan edi. Turkiyaning bayonotidan 2 kun keyin Xitoy hukumatı Abdurahim Hetning turmadagi videosini e'lon qilib, uning hayot ekanligini jakalagan. Abdurahim Hetning videosi zo'r g'ulg'uli qo'zg'ab, xalqaroda Mammu Uyg'ur harakatining qo'zg'ilishiga sabab bo'lgan edi. Xitoy hukumatı Abdurahim Hetning videosini e'lon qilib, Turkiyaning tanqidini rad qilgan bo'lsa-mu, lekin bu videoning muajiratdagi Uyg'urlarga zo'r ilhom berib, ularning ijtimoiy taratqularda Xitoyning urug' tuqqanlarining oqibatiga doir dalillarni e'lon qilishga chaqirish harakatiga aylangan. Turdig'o'janing ilgari surishicha, Abdurahim Hetning yangroq ovozi, hayron qolarlik dudlar chelish mahorati favqulodda esil, naqsh tekstlari ta'sirli bo'lib, bu jihatda uni Uyg'urlarning Babdilani deyishga bo'lsa-mu, lekin o texmi ko'p narsalardan derak berdi ekan. Sürgün bulup külpet örgen nazgül